Ko'rayotganinglar atrofimizdagi har xil temalar ustida ustozlar bilan birlikda fikrlashishni maqsad qilgan Tog'dim Bag'dim programmasi. Gul Ruxsar qand shekeri sog'lomlik sovg'asi mahsulotini bozorga solgan Gul Ruxsar shirkati programmamizning bosh tojdorligini oldi. Gul Ruxsar shirkatiga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. O'simlik filavin tableti, gigant balam, doktor balam, üzüm şərbeti qatarlıq məhsulotlarını bazarga salgan Yorunqaş şirkati programmamız bilan alayda hamkorlashdi. Yorunqaş şirkatigimi cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Yaxshimsizlar, hurmatli ko'ruvchilar. Tog'dim Bag'dim programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bugungi programmamizningki alayda taklif mehmoni bo'lsa, davlatlik birinchi darajalik artist, ustoz, san'atkor, mo'tavirimiz Adil Mijit apandi. Adilka hoş geldiniz programımızga. Rahmat. Adilka bugün endi programımız Tog'dim Bag'dim programmasi. Bugün endi mush Tog'dim gap qilamdi, Bag'dim gap qilamdi biz birdan aka. Aka mush Bag'dim yo'q. Bag'dim gap qilamdi ya. Sen atqacha qo'ydingmi ya? Atqachilikni qilib bo'ldingam degan narsani gapirmang. Tog'dim Bag'dim bo'lgan ko'shna gap qilsan. Endi men Bag'dim bo'lgan kun dedim. Endi aka hozir hammamizning qo'ldan telefon tushmadi. Shu telefon nima ko'ramiz? Shu qisqa video. Endi bu ham mush to'g'riliq salbiy savollarim bordi. Başlaq bo'ladimi? Bo'lib sen bekerek oynaydigan adam shu videoni bak ko'rsa, ham ishlaysa o'zim. Degan. Burun ko'rdim. Keyin qarasam shu telefonda bunaqa keskil bo'lgan. Bo'lgan ekan, o'zim tatib qo'y deb, belichin tatgan. Başta bek yaxshi menga aktiv energiya, xalqlarga yordam bergan bundan narsani chiqirdim. Menga bir keyin to'xtab qoldi. Fintilimi o'rnaydi. Arkaqni ko'rishim o'rnaydi. Bu vaqt qarasam balda bir xil g'alit narsalar chiqarib o'ylab qol. Unda asloyna to'xtaganda menmi o'ynay olayman. Men baletga shu baletning degan narsa. O'zim shu duvalma baletninki deb. Bu baletga rasmiy bu. Shundan keyin shoko'ronni kelsa naqli balet. Laylab o'ynaydi qol. Shunga chiqqanki men shunaqa qilib deb o'zimda bir xil bu ya. Yo'qimda, chigimda qilsam bo'ldi. 20 ming bildirib ketdi shunga. Xalsxonni oltimdan chiqibsan. Xalsxonnikidan chiqqan ha. Shunda ayolchasini chiqqandim. Uni bino do'stimda ko'ylik kelgan vaqtda tortib chiqiribdi. U chiqirayotgandan keyin u vashi ko'rildi. Xalsxon. Xalsxon deb ko'rildi ko'rdingmi? Köylekler. Endi ne moşu mangando nima deb o'yga qoldi. Endi men mash kuyni kiyiblar. Mana bu yapli qilsam degandek bek mangdi. Shundan keyin o'sha boshda hammasi bek voy yaxshi bo'ldi debdi. Keyin bag'asi do'stlar, adash bir nima qilasa bak qamlashmabdi. Bu andaydi. Qasam sal pinglalam sal kilo tutchu. Ko'rishni toza ko'rdi bo'lmasa. Ko'rish toza ko'rdi, yurakni toza badi. O'z ko'rib bo'lmaydi bunday. Endi o'ylab qo'ydim-chu. Shu boshlikdek shu aktivliklar normal menga yasam bo'g'dekmi yo shu hozirgi shundaylik sirangtish mana qilsam bo'ladimi? Chunki sirangtish bek ko'rgancha bu normal narsadan. Chunki bizga mana bir xil haq bizni chiqaq ko'rsa, bizlar bir tonilsaqda mana o'ylaymiz-chu. Degan yuraklarni shunday qo'shib ketibsan-da. Adilka debisimi rostmi hozir endi bizmi ko'rib turyapmiz bunda qisqa videolarni har xil yozlarninki ko'rilishni sal yuqori bo'ldigan o'xshaydi endi. Sening normal oltingni men ko'rib baxmidim. Ammo ashunda bir sal aralashtirib bunda bo'lsin o'sha ayolcha xolis qolladek oltingni men yaxshi ko'rmaychi. Chiqib emasmi-ka? Buningga endi to'g'ri xatosining arg'ichi endi xalqlar o'zi endi. Buni qada qaraydi. Demasam bu bir qiziq tema bo'lib qoldi-chu. Tog'dim Bag'dim programmamiz bo'lgancha shu to'g'riliq paranglasak bo'ldi ekan. Ba'zi ushaq ishlarni biz ba'zi nazarimizni tashlamay qo'yamiz-da. Yoki biz diqqatimizni og'dirmaymiz. Yoki unga ko'ngil bo'lmaymiz. Amaliyotda shu ushaq ishlarni cho'ngroq bir savolliklarning kelib chiqishiga bir sabab bo'lib qolishi mumkin-chu. Adilka unda qolgandan keyin Muşa inimiz mamda şu yaşlarımız bu vakaleten yaxshi bir savolni so'rdi-chu aka. Anda qolganda mush bo'lib qisqa videolarni mayli o'zi tassin, mayli boshqalar tatib bersin, o'zining o'ylaganlarini chiqarishda zodi qaysi xil yo'lni tanlash kerak? Mush to'g'risida bir o'rtoqlashib baqsaq o'qdakchimi? Qanday dedi? Bugun nayt bir ahmiyetli bo'lgan bir bu sorun kelib o'tiribman bo'libmi ahmiyetli bo'lgan bir tema ustida to'xtalyapmizda. Gerçi endi
bizning davrimizda internet davrida, tor davrida bo'lib mazirqidek sizlar o'ynayotgan do'yin degan bu davrlarda hamda tug'ilib yetilmagan bo'lsaqmi, biz shunga ulgurib yashayapmiz-ku. Biz hozir barbara shu 30-40 yillik musofirni bisib, shu tor davriga qadam qo'yyapmiz hamda. Men o'zimcha o'ynab ketmayman. Lekin buningdan hamda orlig'i bo'lmaydi ekan-ku. Chunki hozir davr taraqqiy qilyapmiz, internet dunyosida hozir. Anda bo'lgandan buni manchimcha sap soladi ekanmiz hamda. Men ko'pincha Allohda boshda bir ajab bir yaxshi bir narsa ijod qilinibdi deb xush bo'lgan. Keyin apla mush narsani toza ta'tir tanasib berib ham nima debmi bir xil andishiga tushgan yerim bor. Voy bormaydi bo'ldi. Demişki bormaymiz, az qoldi. Voy mang'imlar. Qanday ahvoling sapsaqqa? Bu yer nimtalashda chiqib turyapti. Birisi shu diabetni tub yiltizdan saqaytimiz debdi-ki. Shu yerga borib kelaydi desam, unmayotdi mana. Diabet degan tub yiltizdan saqaydigan kasal emas. Uni kontrol qilib, agashma kasalliklarining oldini olg'ili bo'ladi. Nima bilamiz oldini? Ma'uning bilan olasan. Nima narsa bu? Bu Gulruxsar şirkati ishlab bozorga solgan qand shakari sog'lomlik sovg'asi. Yurak meni qon tomir kasalligining oldini olay desangiz, Xinjiang Yo'rinqash savdo cheklik shirkati ishlab chiqargan o'simlik flavin tabletini tanlang. Farzandimning texmi aqlliq, asli tutish qobiliyatini texmi yuqori bo'lsin desangiz, Xinjiang Yo'rinqash savdo cheklik shirkati ishlab chiqargan doktor bolam o'simlik tabletini tanlang. Farzandingizning bo'yi egiz, texmi qomatlik bo'lishini umid qilsangiz, gigant bolam mahsulotini tanlang. Xinjiang Yo'rinqash savdo cheklik shirkati ishlab chiqargan yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Hammamizga ayon hamda davlatimiz tor bexatarlik xalqarалық cho'ng yig'inni ochdi. Buningda deyilayotgan hamda tor bexatarligi nima degan nima desa, butun dunyoda tor kashf qilinib, insonlar faqat ishlatmasa jonsiz narsa-ku. Insonlar buni ishlatganidan keyin jonlandi bu. Anda bo'lgandan ham tor bexatarligi degan nima degancha xalqning engga nima keldi desa, tor bexatarligi degan hamda davlat bexatarligi debtalik nuqul holatda aning qarab oldi. Asli bexatarlik deganning doirasi bak kengricha. Masalan biz mashayda ketib bo'lsak, qatnash bexatarligi deymiz. Bu yerda sog'lomlik bexatarligi, yemeklik bexatarligi, qatorliq ba'zi turmushimizdagi hamma narsaning bexatarligi bo'ldi-ku. Endi buni hozir 7 yoshda emas, 2 yoshga kirgan bolalarimiz serib o'ynashni boshlabdi hozircha. 2 yoshga kirgan bola. Demak, buning doirasi pek kengayib ketdi. Bundaq ahvol ostida bexatarlikka biz diqqat qilishimiz kerak ekan-ku. Hozir bir do'yinda shunday bir narsani chiqarsa, bekrak ko'rib ketganlar milliondan eshib ketadi. Mana bu internet dunyosi, tor dunyosi degan ma'no. Bu yerda mafhum degandek shunday birim chiqirdi ekan. O to's qilinmaychi uni. Faqat o'zing his qilib o'chirib etmagicha. Ya komisar shu Guanfangniki buni mazmun jihatdan cheklanib ketibsan deb taqib etmagicha bu taqib ketdi butun dunyoga. Bu intayin xavf va bishgancha bu. Endi nurg'ullar o'ynayotdi. Do'yin degan mishnaq narsakan, bevosita chiqib mishnaq narsakan deb xohlagan odam qila oladigan bir narsa bo'lib qolmiş. Telpulli bir odam bo'lsa bir qila oladigan bo'lib qoldi. Amaliyotda buni ko'rayotgan millionlagan xalqning bunga diqqat bilan qarayotganligini uni his qilib bo'lmaydi. Nurg'ullari qarg'ulacha shu istansini ko'paytirishga bak urinib ketib bordi-ku. Bu mening bak muhim narsa emas-ku. Meni do'yin o'ynamamsa deb nurg'ullar hamda tavsiya qilganlar bor. O'ynasak bo'ladi. Davrga moslashmasak bo'lmaydi. Yaxshi ideyalarni yaxshi bilan chiqarsak bo'ladi. Lekin men hozirgi ba'zan shu bulayotgan ahvolga qarata men o'ynamay turarchi bo'ldi buni. Men mandan patqaqqa kirganmi? Yo'q-ku. Hozir funsi deydi. Va meniki funsirim 200 ming beribdi. Millionga beribdi. O'zaro deyishib, natliqa faxrlaniganda yaxshi mazmun chiqarsang ko'maydi. Vaqtda funsiring ozayib ketdi, shundaqmi? Mana g'arib birini chiqarib qo'ysang, ko'r. Mazmun sapachatni to'barak birini chiqarib qo'ysang, sifatsiz birini chiqarsang, funsi chiqib ketdi deb. Funsi chiqib ketsa, xalq shuni yoqtirib funsidan chiqib ketmadi. Bu hayron qilib.
O to mundan bir çıkaramda hem de kança basıp dep iş betken fınsı çoğa o. Dünyada bundan meden var. Neymiş kılıyor? Mesela koçulardı mı? Kim kiçkinin sevip de gayri gepti kılıp binormal talacıysan adam olur çıktı. Neymiş? Nimda kıldığandı mı o? Sen derdi var ama sen acizken de bu. Der manda afınsı bile afınsı okşamaydı. Sen bir nesini çıkarıp yapla. Sen ben milyonlar afınsı köpeytmen emez. Bunu davamlaştırsa. Aştak yaxşı mezmunlarını azazdan sen 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl hatta 10 yıl kılışın mümkün. Anadırken ma'lum derecede muqim, nuqul halatda sınıf fınsirin açıdı. Mani sen haqiqatini fınsirin desan. Anıldın mı? Bu anlık akı ben o mesela binormal kılını geldi. Belki hedinde iş ketinde başka. Sen mesela kırakında sınav pek oldu mu? Ya şu yakımızsak sınav pıkıplık yutup kalsan çoğu onu. Sen muşunda alamadan bolsan her gün Akı ben o ançemez ben. Yakşan köyden laylık ah süymen sizle de tanmadı kolunu çana ayırganlı çıktı. Endiki la la bir nakşına gitip bir ya suynatandı ya bir kışınlatını fukulamayı çömüş o kılıp. Hazır baza bir xil binormal taraf qarab ketib borchu. San'at degan bebahanasi-chu. O bozordagi kilosi mancha pul, bir tonnasi mancha pul deb tonnalab, metrlab sotiladigan narsa emas. Buniki ro'yi jihatdagi boyliqni mol dunyo bilan silishtirib bo'lmaydi. Unda bo'lgandan keyin normal bo'lgan yo'lda mangan eng bexatar, eng to'g'ri deb qaraymiz-chu. Evzide. Anıldın mı? Odiki qada qilay deysa? Bundan şu tatamiz işimizde şu aktiviniz yani. Rasmiy buni mazmunli sifatlik adam o'zini layık sifatlik alatib turib, anandan keyin endi taqassak yaxshi. to'g'ri desa, savrda ukamanda senmi kasbiy san'at maktablaridan bitirib chiqding. Bo'libmi yaqinqi 5-10 yilning yoqi sen ko'p tarafdan yetilib chiqding. Ko'p qirliq san'atkor bo'lding. San'atchi bo'lmoq paytaschu. Nurg'un odamlar san'atchini o'ng'ayli bo'ldi dedi. Chunki san'atni hamma odam yaxshi ko'rdi-chu. Hamma odamning bo'g'isi bor bu san'atchini. Agar hamma odam san'atchi bo'lib kelsa, biz o'yin qo'ysak, nima qiladi? 500 ga biz biletni ilib kirib ko'rdigan. Qilanmag'ashqa bo'ladi qaysi bu. Hamma odamda bo'laman deb bo'lolmaydi. Buning mas'uliyati bor. Eng muhim yer mas'uliyati bor. Mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli uni axloq jihatdan bo'lsin, biz xalq uchun xizmat qilamiz. O xalqning bearamchiligini qo'zg'aydigan, uning g'azabini qo'zg'aydigan majburiyatimiz yo'q. Yaqin yaqib bakma odam tilga og'siz holatga ba'zan bir do'yinlarni ko'ryapmiz. Chiqib mushtaq bir xil odam jirgindigan narsa yomon tez taraydi. Buni tez taqab kelsa, buni ko'rinishlik o'rlab ketadi. Haq binormal bo'lg'achqa tez taqtitichu uni. Bo'lmasa normal narsa aslı mağnadı. Çünkü bunun mesuliyeti var. Bunu kim görüyordu? Bunu abay dedim 2 yaşını tattıp, çıkıp göz köreleydi kaldı bir çoğunlarını tattıp görüyorsa. Biz ustazlarga yüzgülerleydiğen, zalilarının ötküldün öteleydiğen, hükümetninki kolluşuğa erişeleydiğen, ösmür balaga yetekçi bulalaydiğen, aşlarının normal yetilişine biz payısı yitirgan bundan narsani qilsak, u vaqtda resmiy va tor dunyosida o'ynagan bo'lamiz-chi. Bu tor degan sen bilib qalayotgan qiladigan bu ko'lchakning suvi emas bu. Qo'chib lay chiqarib turadigan. Buni yaxshi o'ynay olsak, yaxshi ma'noda. Biz tor dunyosidan cho'qqim saqlan bo'lgan yaxshi bir ideya bilan, ong bilan, tafakkur bilan buningda foydalansak, hamma bir kuni shallanimiz, bir kun tanlanib qolamiz. Endi bu videoni bu chiqarganga bu ko'rdi xalq bir mochidan. Yani gelip mesela doyunemiz var suplağı çıkarganlar köpünç demler oy bir galikin hep çemberek imtihan çıkarıp aldıkken toplaq yollayken yani aşılar dersinden pas megandan aşı taqılıp ketişigen şu yollağanlarının xeli tepkisi var desek mi buldu çumuşlar. Endi bu biz turmushdagi ba'zan ishlarga o'xshash narsa bu. Tor dunyosi desak, u bu boshqa. Faqatla buni ilg'orlik tarafi bor. Adamlar psixik jihatdan aytgan chog'da o'xshash mijozimiz. Yomon narsa tez tartishga amroq punyuchlarga hatto o'zaro bevosita ochib do'stlarimizni evatib qo'yamiz. Bu yer sharini burun hamda bulut qaplab turgan hozir tor qaplab ketdi hozir.
Unda oğanki bunu faqatla xali bulanmaymiz. Şu mishnandımı hem de biz bir tefekkürümüz, akli tefekkürümüz cahil buldukken etrafqa qarab, mening nima majburiyatim bor? Men buni nimaga chiqaryaptim? Bu nima mazmun? Men nima maqsadga yetmoqchi? Bu odamda bunda bir qurilma bo'lish, bu ong qurilmasi bo'lmasa bu odamning bishimi, yana birmi, odamning hamma a'zosi va insonning a'zosi. Bunda bir bishimizni ham ko'ylakni chiqarib olamiz. Bishimizga kiyim kiyib qag'aya chiqarib qo'ysak normal bo'lamdi bu. O mening badanim tursa, nima chatqinga? Hadi, ya unda bo'lmaydi bu ish. Ko'rsatadigan va ko'rsatmaydigan va deydigan gap bor, demaydigan gap bor. Nurg'un chiroyli so'z iboralarni ifodalaydigan gaplar bor. Amaliyotda o'z yolg'iz o'tirib buningdek davatgan bilan bu asli intayin favqulodda zo'r bir ommaviy so'rinchi. Ommaviy so'rinda qanday gap qilish kerak? Nimalarni deyish kerak? Nimalarni chiqarish kerak? Anandikin bir insonlik ajraq bir mas'uliyat tuyg'usi bo'lish kerak-ku. Hozirgi yosh bolalar nayt tez holatda nayt sifat qilib chiqish kerak. Ishlisi bo'ladi sifat qilib, mehr-muhabbat tavsiya qilish kerak, odimiylik tavsiya qilish kerak, ittifoqlikni tavsiya qilish kerak, tarbiya ahamiyatini tavsiya qilish kerak. Bu bir mundab aytganda cheksiz ketgan bir ma'rif maydoni. Bir artistni yilning oxiri saylagan chog'da davlat san'at o'rinlarida yiydi deb san'at axloqi degan bir gap bor bu yerda. U sening mahorating palli yetib ketgan bo'lsa-mu, senda san'at yiydi degan axloq bo'lmasa, sen u mukammal bir xalq artist bo'la olmaysan. Hozir nurg'unlar to'r cho'lpinib ketdi. Bo'lishni xohlaymiz. Bo'lsin. Hech kim to'smadi ularni. Bo'lsa, unda cho'ponlar jiqib ketsa yaxshi. Ammo xarakter jihatdan, shakl jihatdan o'zgarib ketsa, o bir mezgil, bir kecha yoki daqiqa vaqtda u to'g'ri cho'lpon bo'lib ketgan bilan xalqning qalbida cho'lpon bo'lolmaydi. Taratqular o'ynashga odamlar hammasi o'ziga bo'lgan cho'ng talabni qo'yib, buni mas'uliyatdan eg'irlikni his qilish kerak deb o'ylayman. To'g'ri aka, to'g'ri. Aniq senmi ancha-muncha o'sha so'rin mayli, bag'an, tug'an, qopqon, yotgan yerlarida ancha-muncha video tarqatsan bu deyman. Unda qilmaysiz. Mening do'stim bor ekan. Bir tug'an kunlik musobaqada yig'iliq qilamiz. Mashinada albatta telefon tutibdi, ish qilib o'sha hammamizda odam qo'lda bir narsa bo'lib qolgan vaqtimda tiqib bo'lmaymiz, birini vaqtimiz. Lekin qarasak, u da qancha chiqsa bo'p deymiz shu. Doim bo'yi hamma so'rab baxmadan başladim bunda bir bizning nimishimizni biz so'rib o'tib topmaysan. Odim. Ne bo'pti hamda, ne bo'pti deb tushdik. Mening abay da'vat qildim, sen da'vatgan masalani zich munosib bo'lachi. San'at axloqi dedim bu. Biz mushu narsaga diqqat qilsak, taqas mayli. Endi turmush deganda odam erkin yashaydi-ku. Men bu bak bizar bundan. Men hozirgi bizarlikdan bir o'ttamay desak, nurg'ullar do'st birodarlarning, savodoshlarining, xizmatdoshlarning, tuqqanlarning maraka o'tirishlari bo'ldi, xotirlash kunlari bo'ldi. Endi bu normal o'zimizning shaxsiy bir turmushini pallaq puliqla tartibla ochiqla uni birdan taqib o'tadi. Rasmni onundan ruxsatsiz taqib etsang, bu hozir qonunda bor. Ashtada bir gap chiqadi. Yo'q, Chingfan Shoshan chuanda bu bag'das tursa bu. Sening so'rtingni mendan taqdirga huquqim bor. To'g'ri. Huquqim bormi? Yo'q. Bak taqating bo'lsa, o'zingni taqatmamsan. O'zingga taalluq. Sen menga taalluq emasdi. Uningga nurg'un odamlar taqdi. U yerda nurg'un paranglar bo'ladi, chaqchaqlar bo'ladi. Adamlar ancha-muncha xoshallikda usullarni o'ynaydi, harakatlarni qildi, qiziq gaplarni qildi. Bu asl shaxsiy bir turmush. Xuddi pochtadan seni opangdan kelgan xatni men og'zini ichib o'qisam bo'lamda? Yo'q, inoq bo'lmaydi. Bir odamning telefonini ichib, sen miymasini o'zing yoki bilib-bilmay ichib, xalqning uchurlarini ko'rsang bo'lmaydi hozir. Bir odamning o'zining uchur maxfiyat bo'ladi-ku. Odatki bir odamdan ko'rish huquqi yo'q. Tasodifiy qonun organlaridan ko'rishga tegishli bo'lib qolsa, ularning huquqi bor. Ular xizmat yuzidan ko'rdi, u taqatmaydi yana. Buni butun dunyoda inson ko'raversa, bizning bolalarimiz ko'rmamdi, sening ochang singling ko'rmamdi, mening opam ko'rmamdi. Bu endi bu sening
Xohlaganda o'ynaydigan sening bir futbol maydoning bu? Shu men bu telefonni ba'zi vaqtimda o'qib tuyuqsiz bir narsa chiqib qoldi-yu, adam borda bir bilmay qolganman. Nomus qil sendan. Atugin sen ashlar o'xshash bo'lsang, sen uch qashqar ko'rding bu kuchayunda. Demak, endi fikrlarim bugun nayt bir yaxshi mazmunda gap qildinglar. Men mushuna gaplarni qiladigan bir fursatim kelamo deb o'tag'atib, oxiri bir deyildi ekan bu gap. Hammani deyildi. Mayli davlat qonuni o'rnlardan bo'lsin, odamlarniki vijdoniy jihatdan bo'lsin, axloq jihatdan bo'lsin, xalq abayman dedimga eng cho'ng nazoratchi bizniki. Ammo bir kun deydichi bular. Nima qilsizlar? Qilamasanlar, qilmasanlar aniki sen atap birdi. Madak odamlarda qilalsan, qilmasan, qamalsa sening ororang tegidan o gap. Onundan sen bak bundan ansirab ketmay fikrim. Sen yana o'zingizga normal bo'lgan mazmunjiqqa. Yo'lni bir ko'rsatsangiz-da. Yo'q. Bizda aktiv energiyalik, paylasibchi gaplar bakcha qolib ketibdi. Asamli bir muashnali bir gap. Endi o shunchilik davatudan ba'zan. Ba'zi bu yamanjiqchimi? Aqliy so'zlarni hamda shunday yaxshi tarbiyalarni yig'ibdi bular. O kitobdan bu kitobdan yig'ibdi to'g'ri, uni ma'lum nisbatdan ancha aktiv energiyalik foydasi bo'ladi deb o'ylamayman, lekin shu davat qadam o'zi qanchalik qildi-chu shuni. Endi bundoq so'zlaydigan ijozat odamlar va bu ustozlar nima ish qildi? Universitetdagi cho'ng bizniki muallimlarimiz, olimlarimiz, professorlarimiz haqiqat davlat e'tirof qilgan ijozatnomlari va odamlar ular nima ish qildi? Bularga qilsa odamlarga ojizlik tarafini tutilib taraqqiy qilishni maqsad qilib olgan bir qism odamlar bor ekan. Odamni hayajonga silib, bir xil gaplarni qilib. Bu asli hayot bek go'zal narsa. Keşke adamın hayatı daraxtni kötük emas şu. Onun ichilayotgan yo'pirmoqlari va gullar va rangarang poraklab turgan mushuna hamsa hayotlar. Sen güzel taraflarini demamsan, odamlar insonlar oldirash. Biz endi charchayotgan mezgilda biz bir xo'shuldan gapda jiqaraq qilish kerak-ku. Sen nimani tashviq qilsa, tashviq qilgan narsa chiqqa. Bizning davlatimiz hozir taraqqiy qilish jarayonida Yevropa ellarining 280 yillik musofasini bis bo'ldi. Nurg'ulgan bolalar nurg'un narsani ijod qilyapti. Nurg'ulgan yaxshi narsani chiqaryapti. Taraqqiyot to'g'riq nimishga qilmaydi. Go'zal turmush to'g'riq nimishga qilmaydi. Biz asl ma'taratda bekarak so'zlashimiz kerak-ku. Aktiv energiya dedi. Haqingiz qo'ygan gapni gapirsangiz aktiv energiya bo'lmaydi. Aktiv energiyalik ish bor bu yerda. Amiriyatdan bo'layotgan. Bizning Şinjanning har qaysi joylarda mayli sanoat bo'lsin, armiya o'rinlari bo'lsin, mayli yeziklikda bo'lsin, mayli qo'l hunarvandi bo'lsin, baxmoqchilikda bo'lsin, san'atda bo'lsin, tijoratda bo'lsin, bozor ishida bo'lsin, yemeklik madaniyati bo'lsin, kiyim-kechak madaniyati bo'lsin, bu madaniyat bakchiq, mushtog'liq, nurg'ullarga yaxshi va so'zlamamsan shuni. So'zlaydigan narsa topolmaganda hammadan bir ko'chak kirib olgan. Qarshi bir xil gapda bu. Mushundan boshqa hayot yo'qdeklar. Bir insonlar dunyoda hammasi xatolik o'tkazayotgandek. Bu hammada shu chirib yashayotgandeklar. Manda holat odamning kayfiyatini buzuvchi bir do'yin ko'rsatlar. Unda emas. Bundan to'liq foydalanaylik. Abay men degandek mazmunlar bakchiq. Maktab bitmagan bolalar va oliy maktab bitmagan. Pul tepib nima ish qilishni bilmayotganlar va buniki qanday qilsam o'zimniki yoshlik hayotimda igilikimni tiklayman. Qanday qilgan chog'da aniki men boy bo'laman. Qanday qilgan chog'da men bir maqsadga yetaman deydigan. Bunda turib qolgan odamlarga kashki tushgan gapni deydigan gapni qilavermay. Bu yer bunda yaxshi gap bor. Bir xil odamlar yetakchi deya bo'ldigan bunda mazmunlarni chiqarib ishlashdan bo'ladi ukam. Rahmat Adilkam shunchalik payza gaplarni qilib berdi. Demak, bizning mushu taqdim bag'dim programmamizda mana mushundaq aktiv energiyalik nihoyat yaxshi so'zlar. Ham mushtaq bu qaymoqib qolgan mushu Faruqqa o'xshash yoshlarimiz vakil bo'lib o'tiryapti hozir bilan. Qaymoqib qolgan. Qaysini to'g'ri, qaysini xato. Biz zodi qani qilishimiz kerak, qay yo'lda yashashimiz kerak degan mushundaq bir ideyada ketib qolgan yoshlarimizga
Bizning bu programmamiz yaxshi bir yo'lni ko'rsatib berdi. Bizning hozir da'vatimiz bir qism shunday bir qaymoqqa yoshlarimiz uchun da'vatimiz. Demak, shu yoshlarimizmi o'ziniki hozirgi shunday pintaylardan, ya'ni shunday bir sahnalardan, qo'lidagi telefondan foydalanib turib, nihoyat yaxshi bir mazmunlar bilan o'zidagi haqiqiy iqtidorni namoyon qilyotdi-ku. Adlikam degandek, shunday bir tashviqot usullaridan, telefonimizdagi shunday bir iqtidordan haqiqiy foydalangan vaqtimizda andan keyin biz boy qilib chiqamiz. Taqdim programmamiz har qaysi do'stlarga mana shunday chiroyli bir yo'lni tavsiya qiladi.